Qadrli yurtdoshlar, bugungi videoroligimizda Senata bormasa birinchi qavatdan 2 xona kvartira havola qilib ko'rsatib o'tamiz. Biz sonada girdik. Girgandan koridor joylari, ishlarining damir ishlardan qo'yilgan, oboydan chiqqan, ham yer xonalari alohida gaz siz suvdan muammosi yo'q, remontdan chiqqan gilamlar döşəlgan, ham yer remont qilingan. Отопление ham bor, damir kotel, rashtinli baqlar, ham mo'ja taxlangan, aynalar o'zgargan, plyuslar rishotgan bo'lgan. Bir yandan sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu yanda zal qismi mehmonxonasi, bu yanda yotoqxona qismi bo'ladi. Bu yerda sanuzel, ishlar ham o'zgargan, plastik ramlardan. Yurtgansiga devorlar ham polni, hamma remont qilingan. Simisitirlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Mening hozir damir kotellar ixchamasından qo'yilgan. Kuxniy mebellar tozadan, aynan vichka, bu yerda gaz plita, mo'ykalar, fartuklar qilingan. Demak, xo'jalar ham bozlar, aynalar ham o'zgargan. Ajoyib xonadon, narxi ham zo'r. Xalasangiz kredit, xalasangiz naqd pul asosidan sotib olsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi sizlarga yotoqxona qismini ko'rsatib o'tamiz. 270 ga 560 kattalikda yotoqxona qismi bo'ladi sizlar. Aynalar plastik ramlardan padagonlik qo'yilgan, perdalar asilgan, gilamlar döşəlgan, oboydan chiqqan, lyustralar qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar. Hozir mesa poложенияsi ham yaxshi. Ajoyib mesada, hurmatli obunachilar, shuningdek tayyor girib yashaydigan xonadan qidirib yurgan yaqinlarga videoni ulashib biz orqali kelib joysalar vatandoshlarimizni foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz vatandoshlar. Yana bu yerda gостиный, ya'ni zal qismi, veranda qo'shilgan, oboydan chiqqan, perda, gilamlar döşəlgan ajoyib xonadan. Главный dokument tayyor. Xalasangiz naqd pul, xalasangiz kredit asosidan sotib olsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Yana tarafında bog'cha, maktablar yaqin. Marşrutlardan muammosi yo'q. Hamma yere peshkom borsangiz bo'ladi. Shaharning markazida joylashgan Jo'rabek salonining orqa tarafida, hurmatli vatandoshlar, panelli domni birinchi qavatida 4 qavatli bino azlar, birinchi qavatda. Hech narsadan muammosi yo'q edi, ajoyib mesada joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, narxi 375 million so'm galishidan yer va gelib ustida savdosini qilib olsangiz bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz azlar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz.